Hormanglar hurmatli baliqchilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ko'yi to'g'risida gaplashamiz. Ustozni ko'llariga qarab yo'l oldik. Ranglari to'g'risida, klasslari to'g'risida, qanaqa umumiy ma'noda o'zi rangli baliqlar, dekorativniy baliqlar qanaqa holatda bo'ladi, qanaqa ko'paytiriladi, shu to'g'risida hozir ustoz bilan bo'lishamiz. Ko'yani 2016-yilda boshlaganman. Bizda internetda roliklarda ko'rsatganini bilasanmi, mana Kakakulani, shovalani, keyin Tancholarni, ko'yani nomlarida endi rangi to'g'risida ketyapti. Mana shularni eng zo'r, eng chiroylarini rangini olardi-da. Bizning ham miyamizga shunaqa narsa o'tirganki, haqiqatdan mana shunaqa chiroyli, eng zo'rlardan o'ziga o'xshagan, mana onasi qanaqa bo'lsa, shunaqa bolasiga o'xshagan nasl beradi, shunaqa narsa beradi degan fikr paydo bo'lganda. O'zi rostdan ham shunaqami? Hozir eshittir endi. Vitalik o'rtog'im ko'ya olib kelardi, uyga kelib tushardi. Malayziya, Tailand, Singapur qaysi davlatdan kelardi. Eng zo'rlarini birinchi men terib olardim. Yoki pulni berardim, yoki pulni bermasdim, olardim, yerdan olib kelardim, solardim, o'ldirib qo'yardim. Nechtadir qolardi. Keyin bir kun savol berdim Vitalik. Vitalik dedim, eng zo'rlarini berasan menga dedim. Hop dedi. Men borib o'ldirib qo'yapman dedi. Undan ko'ra sotib olganimiz yaxshi emasmi buni? Buni sotib olamiz dedi. Buni puli yo'q bo'lib ketadi dedi. Lekin agar biza dedi O'zbekistonning muhitiga moslashtirib olib qoladigan bo'lsak dedi, bu bizning yutug'imiz dedi. Agar baliq sotib olgan odam balig'ini o'ldirib qo'ymaganda dedi, bizni chet eldan baliq olib kelmasdik dedi. Suvda tushib ketardi. Suvda tushib ketardi, chunki hammasini balig'i tug'ib, ko'payib, katta bo'lib ketardi dedi. Hop, nima buni minus tomonlari, plus tomonlari? Mana misol uchun baliqchilikda dekorativniy baliq yo'nalishi bu, to'g'rimi? Biz o'zimiznikini bilamiz. Sen bunga to'xtalib o'tkinsan, aytayotdiki, Malayziyadan yoki Tailanddan baliq olib kelyapmiz, to'g'rimi deyapti. Chiroyli, go'zal, senga yoqyapti deyapti. Sraz yopishayotsan deyapti. Menga ber, mashina bolasini olamiz, katta qilamiz, boqaman 1-2 yil olib ketyapsan deyapti. Brazil deyapti. Malayziyada, Tailandda qish bo'lmaydi-ku deyapti. Suv muzlamaydi-ku deyapti. Buni onasi ham qish ko'rmagan, dodasi ham qish ko'rmagan. Sen nima o'ylaysan? Yaponiyada muzlaydi misol uchun deyapti. Yaponiyada yoki Xitoy shimoliy tomonlarida muzlaydi deyapti. O'sha yerdan baliq olib kelib boqadi deyapsan Malayziyada yoki Tailandda deyapti. Yo'q desam, demak buni adaptatsiya qildirish kerak deyapti. Sen olib ketasan, 10 ta balig'ingdan 2 ta balig'ing qoladi, 2 ta balig'ingdan 1 ta balig'ing qoladi. Hani issiq suv temperaturada o'sha mankalar toshib, yaralar toshib o'lib ketadi. Qolib bir kun yangi chiqamiz dedi. Bizani muhitga to'g'ri keladigan oxiri qoladi dedi. Vitalik aytadiki, buni deydi, yiliga 1 gradusdan pasaytirib adaptatsiya qilib borasan deydi. Endi misol uchun bu deyapti, Malayziya yoki Tailandda 20 gradus ko'rgan bo'lsa deyapti, minimalniy. Sen deyapti 1 yil 18-19 da ushiysan deyapti. Keyingi yil 17-16 da ushiysan deyapti. Undan keyingi yil 14-13 shunaqa da ushiysan. Undan keyingi yilga ketargan. Bu narsaga nimaga aytayman mana 16-yil boshlangan bo'lsa, mana hozirgacha kelgan bo'lsa, necha yil vaqt o'tib ketdi deb. Bu adaptatsiya bo'ldi. Keyin menga misol uchun ko'pchilik savol beradi. Miraz akam deydi, qimmat pirish deydi. Balig'i deydi, qimmat narxga sotadi deydi. Da gap yo'q. Shunaqa deyshadi. Ko'yani misol uchun chet eldan kelgan misol uchun Malayziya privoznoydan qimmat sotishadi deydi. Privoznoy balig'i biron bir odamga hadiya qilishga yoki go'zallik uchun bo'ladigan bo'lsa, da biz yutqizib qo'yamiz. Lekin olib borib joyiga solgandan keyin bizani tabiatga, bizani muhitga, bularni onasi ham, bolasi ham moslashgani uchun bu babir urib qo'yadi. Talon pulga lanshat qilasan, zo'r privoznoy balig'i sotib olib kelib solasan, uni joyi emas-da-ku. Mana misol uchun Telman parkka borgansan-a? Borganman. Telman parkdagi baliqni ko'rgansan. Ko'rganman. O'sha Telman parkka ichidagi misol uchun o'zeri mana loyiha. O'sha loyihani o'sha rahbariyati bilan birga o'tirib, gaplashib, ipidan liniyasigacha chizib, o'shani o'simliklarini o'zim shaxsan bitta qo'limda kirib ekkanman. O'sha baliqlarni mashetdan misol uchun olib borib solganmiz shu yoqqa 6600 dona baliq solingan shu. Hozir mana yildan yilga tug'ib shu yerda ko'payib, kimgadir qiziq bo'lsa borib ko'rsa bo'ladi. Da misol uchun rangining ichida xiralari bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. U o'zidan tug'ilgan bolalari bo'lishi mumkin o'sha yerda. Lekin oladigan bo'lsang, mana misol uchun sharoiti og'ir joy, park. Qush qo'nadi, har xil odam keladi, qo'lini tiqadi, ming xil kasallik, har xil odam yuradi. Yashayaptimi? Turibdimi? Mana shu bizning mehnatimizni addachalari-da bu. Endi cho'g'man. Bahorda nima baliq sezon bo'ladi bilasan? Qishi bilan hamma balig'ini o'ldirib qo'yib bo'ladi, bahorda bo'ladi. Nima bizning klientlar bahorda baliq olmaydi bizda? Biz kam sotamiz baliq, o'shancha qimmatroq sotishimiz kerak. Qimmat. Agar bizdan olib ketib, misol uchun o'ldirib qo'yib, qaytib kelgandan bor-ku Bekzod. Biz ham qanaqadir premium narx qo'yib qo'yib bossa bo'lar. Endi yana bitta narsaga e'tibor ber. Mana tabiat, ko'l. Mana shu yerda tug'di. To'g'rimi? Tug'gandan keyin bolasi tarqalib ketdi. Mana bolalar yuribdi. Mana burchaklariga qarasang mana. Mana ko'rasan?
vijillayotib tagida bo'lasiz. Ancha cho'kyapti. Mana bu yerda vijillayotibdi. Ana burchagiga borsang, mana shu burchak nasos soldi bor-ku. Shu yerda ham vijillayotibdi bo'lasiz. Endi qarada bu holatda. Bu o'zi yeydi bolasini, qush yeydi. Mana hozir qush olmasin deb setganini ko'ring, tortib qo'yganim to'g'ri. Leskan tortib tashlaganimmi? Mana shu butun ko'l 1 gektar ko'lni hammasi tortib chiqilgan mana shunaqa qilib. O'rab. Mana shunaqa qilib tortib qo'yilgan. Qushlar kelgandan qo'rqadigan qilib. Bulardan qolgani, qishdan qolgani bahor chiqqandan keyin olinadi. Undan keyin buni olgandan keyin kimdir so'k berishi mumkin, mana videolari bor. Bermayman u narsani. Mana shu baliqni sartirovka qilamiz, o'zimizga yoqmaydigan ranglarni misrovkadan chiqarib baliqqa beramiz. Laqalaga beramiz. Yoqadiganlarni olib qolamiz. Mana o'tgan safar olib ketgan partiyam bilan bu partiyada aytaysan-ku o'zing. Ha. Ahamiyat bermas ekanman, endi ko'raman. Sen boqqaningdan keyin ko'rasan. Cho'nman ha. Sen esingda bo'lsa 2-3 marta keldingda, "Voy, mendagi baliqlarning rangi qarorchi bizaveradi" deydi, to'g'rimi? Men nasishiniligini aytdim. Men anu notalarini aytmadim. Xo'p, nasishiniligi qanaqa ekan endi? Nasishiniligi ham zo'r, notalar ham anu joy-joyida chiqqanda. O'shaning uchun unaqa emas. O'shaning uchun Begzod shunaqa narsaga e'tibor berish kerak. Sifat. Har doim o'zini klientini topadi. Sifat har doim bozorda yengib chiqadi. Sifat har doim senga misol uchun pulini to'lagan odam bo'ladi-yu, u narsani sotib olishga. Bu odam misol uchun pulini to'lagandan keyin ertaga misol uchun seni qidirib keladi yoki yaqinlariga tavsiya qiladi. Albatta. O'shaning uchun sifatli narsa olishga harakat qilish kerak, sifatli narsani ishlashga harakat qilish kerak. Hozir ustoz, ko'yi to'g'risida yana qanaqa ma'lumot bersak bo'ladi? Misol, buni ranglari to'g'risida gaplashsak, buning klasslari bo'ladi-ku. Mana hozir o'sha klassida misol uchun gaplashib turdik biz. Fikrimiz ozgina boshqa joyga chalg'idi. Eng zo'rlarini olishga harakat qilamiz bolasini deb olib keltirib ushadik dedim-ku. Mana shu joyda internetga kiramiz, qo'yani bolasidan o'tganini ko'ramiz. Bo'ldi, mana shuni bolasini olsa zo'r ekan deymiz. Chuqurlashib u narsani ola olmadik, Begzod. Zo'r kahakuni olamiz, olib kelamiz, bir-biri bilan chashtirsuv, qizil oq, mana bunaqa dog'i petno emas-da, dumaloq. Sepkiliga o'xshab yoyilib ketgan, mana shunaqa chiqib turadi. Bizani oq iqlim to'g'ri kelmadi, temperatura to'g'ri kelmadi deymiz. Keyin bular narsalarni ko'ramizda, anu dezinfeksiya qilayotganini balig'i shunaqa qilib olib ko'rishimiz kerak edi. Gvozdichli maslalarga solib, dezinfeksiyalar qilib, qiynamasdan unaqa qilib olib ko'rdik, foydasi bo'lmadi. Gapdan gap chiqib ketib, koreys ustozim bor, Eduard. Jajedik. Shunga aytdim, jajedik dedim, men dedim, qo'yani shunaqalarni olib kelganman, mana shunaqa dedim. O'g'li bilan birga keldi, aylandi, ko'rdi. Qo'ylarni ko'rdi. Zo'rlari bor ekan sanda dedi. Nima qilmoqchisan buni dedi. Mana shunaqa desam, sotib yubor buni dedi. Yaxshi pulga oladimi dedi. Yaxshi pulga oladi-yu, menga qimmatga tushib ketgan bu dedim. Men buni sotib yuborish menga nega ketdi dedim. Misol uchun 50 ta, 100 ta baliqdan dedim. Arzimagan baliq qolib ketgan desam, "Sen naslchilik ishlamoqchimisan?" dedi menga. "Men naslchilik ishlamoqchiman" desam, "Yosh bolaning qo'liga" dedi. Bitta oq daftarni berib chizdirsang qanaqa chizadi dedi. Xudojnik qo'liga berib chizdirsang qanaqa chizadi dedi. Xudojnik chiroyli chizadi desam, "Buni ham chizish kerak" dedi. Chizish deganda endi xayolimdan nimadir o'tdi-da meni. Nima qanaqa ma'noda gapiryapsan desam, misol uchun kakako olmoqchimisan dedi. Sen deyapti, erkak baliq deyapti yoki urg'ochi baliq deyapti, oppoq bo'ladi deyapti. Rang-pangi yo'q, biron bir joyda sepkili petnosi yo'q. O'sha platinasi bor, o'zi bir ko'rsataman tutganda. O'shani olasan deyapti. Ana endi bunga chizish uchun deyapti. Mana shu kallasida bitta qora qizil tochkasi borini olmoqchimisan deyapti. Misol uchun bu urg'ochi bo'ladigan bo'lsa, senda deyapti. Urg'ochidan forma olinadi baliq deyapti, formasi, chiroyliligi. Uni qo'yasan deyapti, undan keyin ikkinchisiga tanchoni olasan deyapti. O'sha kallasi qizil qo'yani. Buni qo'yasan deyapti, erkak bo'lsin deyapti, malokaga. Uchinchisiga deyapti, kakakuni olasan deyapti, lekin petnosi kam bo'lsin juda ham deyapti. Misol uchun kallasida bitta qizil, badanida bir ikkita qizili bor, dumaloq. Ana o'shani olasan deyapti. Uchalovini chachtirsang deyapti, 20%, 15% kakaku chiqadi deyapti. Kakaku bilan kakakuni qo'shsang deyapti, ana gen ko'tariladi-yu baribir. O'sha ranglar uyg'unlashganini hisobiga, bir-biri bilan chachishganini hisobiga u rangga olib ketadi. Foiz darajasi ham bormi? Uchalovini foizi bormi anaqa? Yo'q, uchalovini foiz deganda mana misol uchun urg'ochi bo'layotgan bo'lsa oq. Qo'shdim. O'sha tancho bor-ku, kallasi qizil. O'sha bilan kakakuni spermasini bunga qo'shishing kerak deyapti. O'shanda bu normalniy nav chiqadi deyapti. San deyapti, eng chiroylilarini olib qo'ygansan deyapti. Bundan bola olishga harakat qilsa. Haqiqat, Begzod. Eng chiroylisidan bola olganimizda menga yoqqan. Endi meni narsam bo'lganligi uchun menga yoqqanda. Oradan bir yil o'tgandan keyin mana malyokli payt bo'ladi-yu, 8 sm, 7 sm, 10 sm. Balo chiroyli.
Lekin 20, 25, 30 santimetr bo'lgandan keyin bor u go'zallikni yo'qotib qo'ygandek bu. Tushunaman. O'shanda уже tushunishni boshladi-yu, haqiqatda agar bu yerda naslchilik ishlamoqchi bo'lsang, bizni internetda ko'rayotgan narsalar bor-ku. Har doim ham haqiqat bo'lib chiqmas ekan. Urg'ochini olar ekansan, oq, qolgan ranglarni urg'ochiga chizar ekansan bundan olib, 50-60%, 70% atxo chiqar ekan, 20%, 15%, uzog'i bilan 25% gacha sifatli narsa chiqar ekan. Sizga murojaat qilar ekanman-da unda. Ha, muammo Qo'yi yo'q. bo'yicha. Muammo yo'q. Ha, zakaz bo'lsa ham o'g'risi. O'zim qilaman desang, mana misol uchun matichniklar bor, bemalol. Kimgadir misol uchun qiziq bo'lsa, narxini kelsa sotaveramiz ham buni ham terib. Bizda shunaqa imkoniyat borki, menga palon rang ko'ya kerak deb kimdir zakaz bersa, normalniy ham. O'sha rang ko'yani chiqarib bera olamiz biz. Bizda hamma посадочный material bor. Buni misol uchun qishda ham syomkalarni ko'rgansan, kelganingda, muzlab turgan paytda baliqlarning rangi mana shunaqa edi, to'g'rimi? Shunaqa. Bir ocharib ketib, biron Yozda ham shunaqa edi, yozda mana hozir 2 oy bo'ldi. Endi qarasang, bitta narsani aytaman. Chet eldan keladigan baliqlar bor-ku. Men yerga urmoqchi emasman. Chet eldan keladigan baliqga o'sha karafil degan modda bor-ku. Shu narsani juda ham ko'proq miqdorda berilgani hisobiga rangi nasishniy bo'lib qizarib ketib qoladi-da. Sen uni sotib olib, o'zingni biron bir havzangga olib borib solganingdan keyin, taxminan bir 20 kun bir oy vaqt o'tgandan keyin u rangi yo'qotib qo'yadi. Keyin sotib olgan odamingga chiqib murojaat qilsang, quyosh ko'rmayapti, siz spetsialniy ovqatlarini bermayapsiz, palon ovqat berishingiz kerak deydi. Keyin sen o'sha qimmat palon pulli ovqatni olib berganingdan keyin bunga u rang beradi-ku. Baliqqa rang bergan hisobiga jigarni o'tkazib qo'yadi. Keyin bu baliq ko'p yashamaydi. 1 yil, 6 oy yashaydi-da, keyin to'kiladi. O'zi ichidagi eng xunuk ko'rinayotgani ham bor-ku, mana shunaqa badrangroq bo'lib, ana rangi misol uchun lattaroq bo'lib xunuk ko'rinayotgani ham. Mana shu baliqni olib hozir biron bir hovuzga solib, qizil lo'ligini so'kishmakidan chiqarasan-da, lo'ligini suvga yaxshi ribniy muka bilan o'sha dolli misol uchun narsani unini aralashtirib turib, haligi lo'liginikiga. Bundan qilib qotirib qo'yib boru. Quyosh tushmaydigan joyda. Balig'ingga yedirsang, bir hafta 10 kun yegandan keyin rangi yana nasishniy bo'lib ketadi. Tabiiy karafil. Yoki krevetkalar bo'ladi-ku. Dafniya misol uchun mana ko'lda dafning ko'p bo'ladigan bo'lsa, bir hafta 10 kun yoki 20 kun yoki bir oy nari beri, bir oyga bormaydi, shu 15-20 kun bosib dafniya bilan boqadigan bo'lsang, yana rangi qizarib ketib qoladi. Dafniyada ham karafil ko'p. O'zi akvariumistikada sotadi-yu. Akvariumistikada sotadi. Qizil yemlar. Akvariumistikada sotadi, lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak, u kraska, krasitel. Originali. Mana lo'legi misol uchun lo'legidan kimdir yem taylaydigan bo'lsa, oradan bir 15-20 kun o'tgandan keyin u xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Tabiiy krasitellar bo'ladi-yu, tabiiy deganda o'sha pishvoy. Pishvoy krasitellar o'zining rangini yo'qotmaydi. Ko'pchilik o'sha yem o'tganda krasitellar. Mana misol uchun bizning ko'ylarimiz rangini ko'ryapsan. Mana yemimiz rangini qara. Shu yerda biron bir bo'yalgan narsa ko'ryapsan? Yo'q. Bu yerda hech qanaqa kraska qo'shilmagan. Ko'yi shunaqa narsaki, rangi ko'proq beradigan bo'lsang, buni umrini qisqartirib qo'yasan. Men odamlar bor, misol uchun klientlarimiz bor, balig'i qadrdon bo'lib qolganda, 5 yildan beri, 4 yildan beri hovuzda yuradi-da. Qadrli-da u uchun tushunsan. Bekzod buni malyuklarini ko'ramizmi? Ko'ramiz, ustoz. Mana hozir buni malyukini pushab ko'ramiz. Mana shuna sachoni tiqib oldim, olib kel. Bitta o'laganingizni shuncha tushdi. Ha, bitta sachoni tiqib olganda. Necha bo'ladi endi ustoz? 3 cm, 2 cm, mana kattalari misol uchun 4 cm. Endi hozir bizga maydaroq 3 sachon tiqqanimiz hisobga. Ha. Ham sayozda maydalar yuradi o'zi. Sayozda maydalar. Mana shu bir oydan ozgina oshira olik balig'i. Mana rangini qara, mana. Mana uni qara. Mana. Kichkina baliqda mana rangi qaragan nasishniligini. Mana shu oq, qora petnoli baliq bo'lib chiqadi. Biz mana shunaqa baliqlarni ajratamiz-da. Mana misol uchun aralash olingan-ku bu yerda bolasi. Mana olsangacha brilliantvisini ko'rsataman. Brilliantviy ko'y. Mana bu ko'yan tangasi bo'lmaydi. Ya'ni bo'ladi, mayda bo'ladi. Sezilarli emas-da, mana qanaqa mana. Tangasi yo'q, mana ko'rasan. Kichkina bo'lsa ham demoqchiman, balig'i rangi bor. Ustoz, gap ayting sizga, men shunaqa holatda baliq oldim-da, xabaringiz bor. Mana men baliq kichkina bo'lgancha sazanga o'xshab ko'rinyapti. Lekin bu ozgina vaqt o'tgandan keyin sen malyok boqib ko'rding-ku. Rangi shunaqa nasishniy bo'lib chiqib ketib qoladi buni ham. Juda ham bir go'zal narsa bo'lib chiqadi. Keyin mana misol uchun ko'pchilik qizil qoliydi.
Mana shuni kallasi, mana shu balig'i kallasi. Mana shu balig'i kallasi qizil bo'lib chiqadi. Kallasi mana shu tegiga sariq ko'rinayotgan joylari bor. Yo bizda tajriba bor-da, Bekzod buni ko'rib o'sha ajrata oladigan bo'lib qolganmiz-da. Mana endi misol uchun ko'pchilikda savol tug'iladi-da, bu qanaqa sotiladi? Mana shu holatda tutib beramiz. 10 tasi $1 dan. Hozirgi berilayotgan narxida buni. O'shanda 1200 so'mga to'g'ri kelyapti donasi. Taxminan. Misol uchun 1200 so'mga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, kimdir misol uchun olib sharoiti bo'ladigan bo'lsa, boqadigan bo'lsa buni 50% ni misol uchun отходga tashlab yuborsa, o'lgani bilan отходga 50% chiqib ketsa, yarimi qoladigan bo'lsa, mana shu balig'i donasi misol uchun 2,5 so'mdan aylanadi. Ana undan keyin 1000 so'mlik yoki 2000 so'mlik, 2000 so'mlik emas, 1000 so'mlik ovqat yedirsang, misol uchun ovqatini o'rta hisobda 50 ming so'm kilosini deb hisoblaydigan bo'lsang, 1000 so'mga misol uchun 20 gram ovqat berasan-da. 20 gram ovqating bu baliq yegandan keyin 20 gramlik baliq bo'ladi. 15-20 santimetrlik baliq bo'ladi. 15-20 santimetrlik baliq bo'ladigan bo'lsa, buni donasini 50 ming so'm, 100 ming so'mdan kamga optim bermaysan-da. 50 ming so'm eng kamida optim sotasan-da bu baliqni. O'shaning uchun bu narsaga e'tibor berish kerak. Yo'qmi bizga ma'qul? Yo'q, bu yerda hammasi ma'qul. Hozir buni ranglari endi ochiladi. Sen mana o'tgan safar olib ko'rganingda balig'ning rangi yo'q edi, to'g'rimi? O'shani aytmoqchi edim, bu gapim chala bo'lib qoldi. Ha, mana shundan kichikroq edi razmeri. Oppoq bo'lib turibdi. Chiqmagan edi hali. Bizda bir 8li bo'lgandan keyin sekin rang kirishni boshladi manda. Mana hozir bular 8 bo'lgandan keyin boru shunaqa rangli chiqadi, ko'rib to'ymaysan buni. Sotging kelmay qoladi-da, qo'pollik aytganda. Ana undan keyin qimmatroq narxga sotishga harakat qilasan, zo'r narxga sotishga harakat qilasan. Mana misol uchun o'zimga yoqadigan narsalarni ko'radigan bo'lsa, mana bunaqa narsalar yoqadi menga. Mana bunaqa narsalar yoqadi. Kallani ko'rasan? Qizil. Mana shu tancho deyiladi. Mana shu sariq ko'rib turgan joying bor-ku. Mana shu qip-qizil bo'lib to'qaradi. Mana qanotlarida, oldi qanotlarini ham tegi qizil ko'rasan. Mana shu ham juda ham bir chiroyli narsa bo'lib chiqadi katta bo'lganda. Hozir sortirovka qilishlik payti eganda. Yo'q, ozgina bor. Yo'q, endi suv haroratini hisobga olmaganda. Ozgina bor. Mana shunda ham bir 4 xil rang bor. Hozir sekin kattalashgandan keyin ochilishni boshlaydi bu ranglar. Ajoyib, ajoyib ustoz. Erta bahor hammasini menga berasizmi deyman, yarmidan ko'pini. Muammo yo'q ekan. Balig'dan problema yo'q. Dekorativniy balig'i ko'lga solganda minus tomonidan ham yetib ketishimiz kerak-da, Bekzod. Rangi borligi uchun hamma qushlarni o'ziga jalb qilib qo'yadi. Mana bunaqa to'r tortmasang ustiga, ip tortilgan ustiga katek tortib chiqilgan. U har xil qushlar misol uchun baklan suvga tushgandan keyin boru yuguradi-yu. Liskiga ilinadi, tushmaydi qaytib. Tepadan uchayotgan paytda mana har xil rang tortib qo'yilgan bu. Ko'radi-da, to'rmi biron bir narsa qopqon turibdi deydi, yaqinlashmaydi. O'shani hisobiga buni chetlariga misol uchun beton quydirayotgan paytda mana shunaqa qo'ziq qo'yib ketganman-da, keyinchalik biron bir ishotgan bu narsa qilaman deb, o'shanga men har yil kuz paytida qushlardan himoya qilish uchun bularni ip tortib qo'yaman. 1 yil buni sirovga. 1 yilga bormaydi. Mana bu zimorodnik deydi. Yo'qshigan ko'rasan? Tashmorada ham bor bundan. Bu baliq edi, polni. Mayda balig'i shunaqa qiradi bu. Suvi sho'ng'iydimi? Ha, 4-5 santimetrgacha bo'lgan baliqni bemalol oladi-da bu. Mana shu qushlar. Ustoz, bular tushunarli. Tabiiy ko'lda siz shundoq baliqlar qo'yib yubordingiz, o'zi boy aytganingizdek urchitildi, o'sha gatsentegiga qo'yib tashladi, ko'paydi. O'zi aslida iskussivni ham olish jarayonini o'zi bo'ladi-yu, bahorda bo'ladimi, aprelda, may oylarida bo'ladi-yu. Yo'q, men iskussivni olmayman, Bekzod. Men tabiiy olishga harakat qilaman. Tabiiy olishga harakat qilishimning sababiki, sun'iy olgan paytingda bu qo'l qilib. Misol uchun ichida ikranning stadiyasi bo'ladi-ku, vaqti. 100% yetilmagan bo'ladi-da baribir. Misol uchun eng yetilgani shu yerda bir 40% bo'lishi mumkin. Ukol qolgan paytingda qolgan ikrasi ham yetiladi-da, ko'proq massa beradi. Uni ranglari vaqt o'tgandan keyin yomonlashadi. Yo'qolib ketib qoladi. Misol uchun 1 yildan keyin, yarim yildan keyin yo'qolib ketib qoladi. Mana misol uchun iskussivniy olgan paytimizda juda ham chiroyli molyuklarni yig'ib olganman-da. 1 yil vaqt o'tgandan keyin bor-ku, u rangni topa olmaysan-da. Tabiiy olingan paytda 1 yil vaqt o'tgandan keyin 50% ni yoki 40% ni ko'pi bilan, bo'lmasa 20-30% ni rangi yo'qolib qolishi mumkin. Qolgani o'zida qoladi. O'shaning uchun men tabiiy olishga harakat qilaman. O'shaning uchun hammasini aralash qo'yib yuboraman. O'zi qoni bilan, ana o'zini guruhi bilan chatishib oladi. Chatishib oladi bular.
keyin malyoka ushlayotgan paytda sortirovkaga ajratib tashlayman. Uni ham imkon qilsa, agar keyingi yil Xudo xolasa bari bitta inkubatsiya qilib berasiz. Ya, muammo yo'q. Bu qiyin narsa emas. Ha, bu qiyin narsa emas. Misol uchun kerak. Balig'i qorni ishganini olasan, keragini o'sha o'zini ukoli bor, misol uchun 2 xil, 3 xil to'g'ri keladigan ukolni qilasan, olasan. Yoki menga misol uchun bu variant to'g'ri kelmaydi. Men bir tabiiyroq olmoqchiman, ko'rmoqchiman, lekin ukol qilishga sharoitim yo'q deydiganlar bo'lsa, bitta fishkasini aytib ketaman. Necha gradus haroratda turgan bo'lsa, boshqa joyga olinadi. Harorat sekin-sekin tushirib boriladi. Misol uchun tashqarida shu bahor paytida 20 ga chiqqandan keyin kira qo'yishga tayyor bo'ladi-ku bular. Qorni ishib tayyor bo'lgandan keyin olinadi u baliq. Biron bir alohida basseynga olinadi. Suvlarini sharoit to'g'ri kelgan. Uni gradus pasaytirib boriladi. 12-13 gradusgacha pasaytirib boriladi. Kuniga 1 gradusdan bir 10 kun pasaytirgandan keyin 10 kun misol uchun bitta gradus pastga tushgandan keyin 12 ga tushgandan keyin 23 gradusmi 22 gradus suvni tayyorlab turibchi bu yoqda. U balig'i shundoq tutib, paketga solib suv bilan ozgina nariga suvdan qo'shib moslashib turib 10 minut ichida 12 dan 22 ga bitta ko'tarib qo'yib yuborib baliqni tagiga liboyibda ham gilammi, suniy gazollar bo'ladi-ku suvni. Shunaqa narsani bitta qo'yib yoniga erkak baliq qo'shib yuborsang, bang'ilati kirib qo'yaveradi ukam. Ukol qilib, bosh qotirib. Qimmatli anaqani aytibordingizlar. Endi hech narsa boqiy emas ukam. To'g'ri, hammamiz. Ilm egasi Alloh, o'zimiz bilgan narsani o'rgatishimiz kerak. Kimdir misol uchun sharoiti bor, kimdadir sharoiti yo'q. Suvni o'sha kimyoviy tarkibi o'zgarsa, bular o'zidan nasl qoldirishga harakat qiladi. Tushundim. O'sha bahorda ham suvning kimyoviy tarkibi o'zgargan paytda bular ikira qo'yishni boshlaydi, qizishni boshlaganda. Hozir ustoz deyarli menimcha hamma narsani gaplashib bo'ldik. Qayerdadir qolib ketgan joylari bo'lsa, ko'ya to'g'risida nimadir qolib ketgan joyi bo'lsa, kommentariyada kutamiz. Bo'ldi. O'shanga Xudo xolisa kontent qilib beramiz, bo'ladimi? Rahmat ustoz. Rahmat sizlarga ham kattakon, ustoz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat Turinglar, like, repost bosib, kommentariyalarda yozinglar. Rahmat kattakon.